o'sha mudhish davrda men Abdurauf Fitrat dunyoga keldim. Bu bir dahshatli tush. Uyg'onmoq shart. Bizga dardlar soldilar. Kelajak nobud bo'lmoqda. Bundaylarga oramizda o'rin yo'q. Qaydash kerak. Qismatimiz kelajakka esdalik. Do'stlik bu bir-birining og'rig'ini yurakda his etishdir. Abdurauf Fitrat 1886-yilda va 1938-yillarda yashab o'tgan ma'rifatparvar yozuvchi, olim va jadidchilik harakat yetakchilaridan biri. U Buxoroda tug'ilgan, Istanbul va Hindistonda tahsil olgan. Ishimiz tarixida shoir va olim, nosir va dramaturg, o'qituvchi va ma'rifatparvar sifatida muhim o'rin egallaydi. U 1886-yilda Buxoroda ziyoli oilasida tug'ilgan bo'lib, Buxoro, Istanbul madrasalari va Dorul funlarida o'qiydi. U arab, fors, turk tillarini mukammal bilganligi tufayli Sharqning buyuk allomalari ijodini yaxshi o'zlashtiradi. Adibning otasi savdogarchilik bilan shug'ullangan bo'lib, 1918-yilgacha Qashqarda turib qoladi. U asosan onasi Musaffo Bibijon tarbiyasida bo'lib, unda Navoiy, Uvaysi, Zebuniso, Bedil, Fuzuli kabi ulkan shoirlar g'azallarini birinchi bo'lib tinglagan. Fitrat 1909-yilda Turkiyaga o'qishga borib, 1913-yilgacha Istanbul Dorul funida tahsil ko'rgan. Turkiyada tashkil bo'lgan Buxoro ta'limi ma'orifi uyushmasida faollik ko'rsatgan. Behbudiy asos solgan jadid usulidagi maktablar takomiliga xizmat etgan. Uning ilk to'plami 1911-yilda Sayha Chorlov nomi bilan chop etiladi. Sayyohi Hindiy munozara kabi asarlari ham shu yillarda nashr etilgan. O'zbek tili darsligi, o'zbek tili sarfi, grammatikasi kitoblari esa 1925-1930-yillarda 5 marta chop etildi. Yirik olim, adabiyotshunos sifatida ham bir qancha asarlar yaratgan. Jumladan adabiyot qoidalari, eski o'zbek adabiyoti namunalari, Avruz haqida kabi ilmiy kuzatuvlari adabiyotshunoslik fani tarixida muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun Umar Xayyom, Firdavsi, Navoiy, Bedil, Muhammad Solih, Muqimiy, Furqat haqidagi tadqiqotlari ham adabiyotimiz tarixini o'rganishda muhim manba bo'lib xizmat etish shubhasiz. Ahmad Yassaviy, Sulaymon, Boqir Qoniy kabi 10 dan ortiq mumtoz adabiyot vakillari haqida maqolalar yozgan.